أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. جمعة namazı peşimnin ornuğa destilgen namaz. اعلم أن الجمعة فريضة محكمة لا يجوز تركها إلا لعذر. Hazır Cuma'nınki hükmü gilam kirip ketdi. Cuma'nın hükmü farz demekçi. Özürsiz taşış bulmaydı. Qala Ta'ala: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. آيات يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hazır bu ayet Cuma'nın farzlikininki delili. Hükmünü bayan kıldı, delillerini bayan kılıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetini delil kıldı. Ayetteki farzlikke dalalet kıldıgan buyruk fes'av, yani berinla menla degan ma'noda fas'au ila zikrillah. Yani ayetteki zikrillahni mufassirlar Cuma namazı yoki xutbada tafsir qiladi yoki har ikkisi. Mayli qaysi bo'lsin yoki har ikkisi bo'lsin, bu yerda Juma'ning farzligi muayyanlashadi. Xutbaga biringlar, oldiringlar, meninglar degan taqdirdami xutba ay namoz uchun bo'lg'achqa, namoz chetsiz bo'lg'achqa, yanıla shu namozning farzligini ko'rsatdi. Yani bir tarafdan Alloh taolo mubah bo'lgan so'z-setiqni tashlash buyurdi. Shundami? Mubah bo'lgan so'z-setiqni tashlab mang deganligi Juma'ning farzligini ko'rsatdi. Va qala sallallohu alayhi vasallam, maktabda alayhissalom deb kildimizmi? Biz alayhissalomni sallallohu alayhi vasallam deydigan bo'lgan. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل من رواية جابر رضي الله عنه: واعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا في مقامي هذا فريضة واجبة إلى يوم القيامة. Sünnetten Cuma'nın farzligiga müşahidesine geldi. Bu hadis qaraydigan bo'lsak, sanadi aciz, hadis aciz. Lekin sahih hadislardan Cuma'nın farzligiga dalil qilgan hadislar bor. Biz davomli ta'kidlab keldik-ku, maktabda bir hukmga, bir masalaga ojiz hadisni kelgan bo'lsa, bu sahih dalil yo'q deganligini bildirmaydi. Ana sunnatdan sahih dalillar, masalan, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qildi, anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'an al-jum'ati laqad hamantu an amura rajulan yusalli bin-nas thumma uharriqa 'ala rijalin yatakhallafuna 'an al-jum'ati buyutahum. İmam Müslim sahih rivoyat qilgan. Bu mu Cuma'nın farzligini ko'rsatdi. Yana hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildi, annahu sami'a an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaqul: "Nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah." Qiyomat kuni biz zaman tartibida keyin kelib, hammaning oldiga o'tadiganlar, bayda annahum utul kitaba min qablina. Shunisi ilgirki ahli kitoblar bizdan ilgiri kitob berilganlar, Tavrat, Injil masalan shular. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم. Bugün mushu Cuma kuni ashu ahli kitobga farz qilingan kun aslida Cuma kuni. Faxtalafu fi. Bular shu Cuma kuniga udillashni muyassar bo'lolmay, talash tortish qilib, ixtiloflashdi. Fahadanalloh. Lekin Alloh bizni mush kunda alohida mushunda Cuma qatorliq faoliyatlarni, ibodatlarni o'rindashni muyassar qildi. فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ. Şuna bütün halayiq bizga şu Cuma kundek alohida bir kunni tabriklash va ibodat qilishda bizga ergishidi. El-Yahudu gadan. Yahudilar atsa, yani bugunning atsa, yani shanba kuni ul tabriklaydi. Va nasara ba'da gad. Hristiyanlar yakshanba kuni. Bu Sahih Buxoriyga hadis. İmam Buxoriy bu hadisni Juma'ning farzligiga dalil deb ko'rsatgan. Bu hadisga kelgan babga babu fardul juma deb nom qo'ygan.
Chunki bu hadisda furida alayhim degan fard degan so'z ishlatilgan bo'lg'achqa bu vojiblikni ilzomni ko'rsatadi. Jumaning farzligining dalili al-kitob, as-sunnah deb bayon qildikmi? Maktabning shu ikkisini bayon qildi. Uchinchi dalil al-ijma'. Jumaning farzligiga ijmo bor. Imom Ibn Abdul Bar Tizkar degan kitobida ijmoni naql qilib, أجمع علماء الأمة على أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار وهو من أهل مصر غير مسافر. ينا إجماع نقل غلادن إمام ابن قدامة، إمام كاساني، أبو بكر ابن العربي، كونلادن إمام ابن المنذر، وكينكلادن إمام ابن عابدين قطر لقلابا. أما الآن Jumaning farzligiga yoki ash sifatdagi kishilarga juma farz deganda ijmo borligini naql qilgan. Undan keyin bizning jumaning farzligiga keltirgan dalillar al-kitob, as-sunnah, al-ijma'. Qala wa la tajibu illa 'ala al-ahrar al-asihha al-muqimin bil-amsar. Endi hozir jumaning qanday kishilarga farz bo'lganligini bayon qilyapti. Farz 5 namozda ayollarmi, masalan, pullarmi her bir mükellefke akıl balık olsa farz geldi. Yani ma'nada al-asihha, al-muqimin, al-ahrar deb 3 xil qayd bor. Al-muqimin bil-amsar Mısır deganninki hukmi nadindagicha buni chekchegisini keyin ayirmoqchi bo'lib ayrim to'xtaldi. Lekin hozircha shaharlashgan joylarda o'tiraqlashgan kishilar deb turaylar. Qala sallallohu alayhi vasallam تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. Cuma her bir Müslüman farz. Ayol kishi ya sabibalı ya ki pul olib qalsa bunun sirtida dedi. Diqqat qilsanglar, mushahadismi Jumaning farzligining dalillarining birisi. Sunnatning kelgan dalillarining birisi. Tushunami? Bu hasan darajalik hadis. Yani dalilga yaraydi. Gerçi ravisi Tariq ibn Shihab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan, lekin Rasulullohning hadis anglamagan bo'lsa-mu, sahobalar qatorida sanalgan zot. Undan keyin bu marfu deb qalsa, boshqa shavohidlar bilan, ya'ni sahih ya aqallisi hasan bo'ladi. Yo'q mursal deb qalsak, Rasulullohdan hadis anglamagan bir sahoba Rasululloh undan degan bo'lsa, mursal deb qalsak, bu mursal sahobiyalar ya'nilar hujjat hisoblanadi. Undan keyin dalilga yaraydi. Va qala sallallohu alayhi vasallam arba'atun la jumu'ata alayhim al-'abd wal-marid wal-musafir wal-mar'a. Endi hadis mursal. İmam Muhammad al-Hasan Shaybani al-Athar degan kitob rivoyat qilgan mursal, lekin boshqa shavohidlar bo'lgan ekan, yana dalilga yaraydi. Yani bu mazhabda mursal dalilga yaraydi. Bu mu Cuma'nın farzligining dalillari shu. وَلِأَنَّ الْعَبِيدَ مَشْغُولُونَ بِخِدْمَةِ الْمَوَالِي. Hamda aqli dalillarga yetkazdi. Yani mush kishilarga nima uchun Juma farz emas, istisno qilayotgan 4 turlik, 5 turlik kishiga desa, chunki qullar xo'jayinlarning xizmati bilan mashg'ul. Wal mar'atu bi xidmati zawjiha. Ayol kishi erning xizmati bilan mashg'ul. وقد بينا العذر في ترك خروجها إلى الجماعات. Biz jamoat bilan namoz o'qish babida ayollarning jamoatga chiqishini makruh degan shunami? Makruh deb buning sababini bayon qilib o'tgan. Nima uchun makruh desa, fitna fasod yuz berib qolishidan ansiraymiz degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida ayollar chiqdi-ku desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida ayollar chiqdi, lekin yasinib yoki boshqa har turli diqqat qo'zg'aydigan ishlarni qilmay chiqdi. Shuna Hazrat Aisha radhiyallohu anha Sahih Buxoriydagi hadisida "Law adraka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma ahdatha an-nisa'u lamana'ahunna kama muni'at nisa'u bani Isroil." Ya unda ishla bo'lmasa, masjidga chiqib namoz o'qisa, chataq yo'q. Qala wa ammal marda yoki va ammal maridu falil ajzi. Kasal bo'lgan ekan, ojizlik holatida ma'zur. Vaqtalafu fil a'ma. Endi a'ma kishi bo'lib qolsa desa, imomlarimizning qarashlari o'xshash emas.
قال أبو حنيفة رحمه الله لا تجب عليه أما كشجع جماعة فرزمس ده وقال كم صاحبان تجب إذا وجد قائدا يتلب أبرق قدوان كشي تبالسا واجب قلده لأنه يصير قادرا على السعي فصار كالضال çünkü yetenekli adam bulup kalsa bu mağalaydı, bardaya baralaydı. Ondan ki yolda ezip kalan kişiye okşayız. Yolda ezip kalan kişiye yolunu sorsa, manda mansıl buldu dese, cahil baralığındakilen bir şey. Yani bunun delili kıyaslardı. Velahu, yani delilu Ebi Hanife, rahimahullah, ennehu acizun binefsihi kelmerid. Ama kişi keselge okşaşlan. Özü baraydısa baranmaydı. فَلَا يَسِيرُ قَادِرًا بِغَيْرِهِ Başkanın yardımı ile baralığın olsa kadir ornuda emez. Özü baralsa ondan buldu. فَاِنَّ الْقَائِدَ قَدْ يَتْرُكُهُ فِي الطَّرِيقِ Çünkü yeteklep mangan kişi bunu yerime yol taşlap koyuşu mümkün. Ben manda ketiptim, ben manda işim batıda başka yere ketip koyuşu mümkün. Elbette imamın karşı şu muvafık. Çünkü ama kişi min ehlil a'zar. Ayette şuların bir kata sanılgı. Leysa alel a'ma haracun ve la alel a'raca haracun ve la alel meride haracun. Ama a'rac, a'ma, merid üstüne bir kata sanıdı. Ve emma kavluhu el-muqimine bil-emsar. Şehirde turduğallah diyen sözü kesek. فَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى إلا في مصر جامع. وأما قوله diyen ki قوله şu damir kim kayıtıda? Musannif kayıtıda. Yani kavluhu yani kavlul musannif fil muhtar. Segekre oturama. Şer turduğallah'a perez diginin delili olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. Nurgun ahalisi var. Nurgun ahalisi bir yere toplangan. Aslında bir şehir olup kalsa andın cüme, teşrik ve heyt faaliyetleri buludu. Bunun başı caylarda, bunun küçük tön caylarda bulmaydı diye bu sözüydü. La cuma, cuma perizemez, cuma okşuk. Ve la teşrik, teşrik külleri tekbir etilgan küller. Ve la adha, kurban heyt. Muşunda faaliyetler ahalisi malın dereceye etken bir şehirleşken caylarda periz buludu, urunduldu demek için. Eğer malına özür edip koyuyor. İzleri okşaş dedi. Abdullah'ın mektubu Resulullah'ın dediğin buyruğundan elden altan icabet kılıyor. Biz müşkilatta işkil karışını bayan kıldık. Ahmet ordusun ama kitapta bayan kılgan hadislerden Ekban İbn Malik radıyallahu anh'ın bu hadisine uyam bilen mesnatlıqada sel akıdığın cevapten meski beramaytten uyam kilip nazuk başladı o. Şunu bayan kıldık. Yani bir hadisini bayan kılıp ahırda öyle okusu bulduğunluğunu tercih kılganda kesindir. Yani işkil karşı var şunu. Hadisini işkil hadis geldi. Bir kılarımız. Yani müşahediz mektepte lem nakif aleyhi merfu'an deptu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnadı bilen tutaşkan adeti rivayet kılganlığını tapamadık deptu. Ve ahracahu min kavli Ali radıyallahu anhu Abdurrazzak İbn Abi Şeybe Beyhaqi qatarlıqlar ve İmam Tahavi mu rivayet kılgan. Yani Hazreti Ali'nin bu sözünü digerligi senecatin sahih. Yani sahabenin sözü digerligi sahih. Yani merfu alette yüz kere bakmadık dedi. Ameliyette merfu alette İmam Ebu Yusuf rahimahullah El-Athar diyen kitabıda merfu rivayet kılgan. Tapamıqallıqı yoxluğunu bildirmeydi o. İnne adamul vicdan la yedullu ala adamul vücud. Obdara kızılsa çıktı. Lekin anda merfu aleti yokken. Merfu aleti kelmaptı. Mevkuf kepti man. Mevkuf aleti sahihken. Hazreti Ali şunda depti. Muşunda meselelerde biz neçe misalda ötep kettik o. Muşunda meselelerde ma la yudraku bir ra'i degandek meselelerde sahabenin bu sözleri hükmül merfudu buldu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlamasa, Resulullah ile bitipemse, bizden kallısından çıkarıp diyorduğun mesele emez. Tabi, müşün digerlik resma, sahabe oğandı mı? Hulafa'l erba'nın birisi. Hulafa'l Raşidin, Hazreti Ali. Lavan diken, müşün delil bula orada. Kale, وَلَا تُقَامُ اِلَّا فِي الْمَصْرِ Yani namazda şu şehit turatla ahalla okuydu dedi. Yani aç okuştu mu şu şehide, şu yukarı bilen çetiştiğim bu.
لما روينا للحديث السابق إلا في مصر جامع دي أشياء ديسكاساسن أو مصلاه ياكي أشو شهر يا يزنين كي namazgahida o'qiladi. Namazgah nimadan iborat? Asli shahar xalqi namozlarni shu shahar masjidida o'qiydi. Lekin Eid namozi bo'lib qolsa yoki jiqadam qatnashgan bu jinoyat namozi bo'lib qolsa, ana shu urushlarda vafot bo'lib ketgan vabo ya bir shu voqealar o'zi jiqadam o'lib ketib qolsa, nurg'un odam chiqib qilgan bo'lsa, masjidlarda emas, shaharning sirtidagi tuzlanliklarda, maydonlar yoki qabristonlarga yaqin joylardagi maydonlarda namoz o'qiydi. Namozgoh deymiz yoki eydgoh. Eydgoh. Eyd namoz o'qiydigan joy degan gap. Masjid emas u, ha? Yoki shu shaharningki namozgohlarda, eydgohlarda o'qiydi deydi. Li'annahu fi hukmihi. Namozgohlarda o'qiydi. Chunki ay namozgohmi shu shaharning hukmida yoki shu shaharga tava joy. Endi shahardan boshqa o'rinlar bo'lsa, bu shahardan boshqa o'rinlar odatda shariatda belgilangan hududlar ijro qilinmaydigan, qozimi yo'q, hokimi yo'q, shunda bir kul jaziraga o'xshash joylar bo'lgan ekan, bu yerda Eid namozi, juma o'qilmaydi demoqchi. Misrda, Misrning cheksizligi qanday ayrimiz bu? Ya'ni qanday bir holat bo'lsa, biz Misr deymiz. Qanday bir holat bo'lsa, bu Misr emas. Buning fasili nima desak, qala ma law ijtama'a ahluhu fi akbar masajidihi lam yas'ahum. Yani bu mazhab ulemalari bunu bekitishda har xil ijtihadni qilib boqqan. Shu joyning, shu yurtning aholisi, shu yurtdagi eng cho'ng bir jami masjidga yig'ilib qolsa, shu masjidga patmaydigan bo'lsa, shunchalik bir aholisi bo'lib qolsa, buni Misr deb ataymiz. Bundan hozirgi bizning o'lchamlarimizda bu Misr degan so'z albatta shahar, nahiya, kent, balki bir aholi komitetimi shu qoldi. Chunki shuning to'plashilar masjidga patmaydigan aholi bor. Burunqi vaqtda shunda yezilar, cho'l, sayliqlarda, bu yerda shunda aholilar joylashgan, az aholi turgan joylar bo'lg'achqa shunda ayirgan. Ruya dalgan Abu Yusuf rahimahulloh. Mush qarash Abu Yusufdan rivoyat qilindi deydi. Bu bir qarash. Qala Muhammad bin Shuja' al-Thalji, "Hada ahsanu ma qila fi." Mush Misrning mafhumini bekitishda eng yaxshi qarash mushu deb Muhammad ibn Shuja' al-Thalji mushu qarashni tarjih qildi. Muhammad ibn Shuja' al-Thalji kim? Bu Hanafi mazhabidagi mashhur olimlardan. Al-Thalji al-Balkhi. Balx degan shahar, Afg'onistonningki Balx degan shahar. Daryoning maqatida Balx shahri bor, daryoning o'qitida Samarqand bor. Burun Samarqand, Balx, Shash, yani Toshkent va shunga o'xshash shaharlar islom ma'rif markazlari bo'lgan. Burun ulamo chiqqan. Balx degan shahardanmi nurg'un taliblar kelib, Iroq, Madina, Kufa shaharlarga kirib ilm tahsil qilgan Imom Abu Hanifadanmi ilm olganlari ko'p. Hatto hadis shunasiqmi tunilganlar ko'p. Mesela Abu Muti'in al-Balkhi akbar rivoyat qildi Abu Hanifa. Shun Balx degan shahar. Muhammad ibn Shuja' al-Thalji al-Balkhi Abu Abdullah. Bu İmam Abu Hanifa rahmetullahi alayhining shogirdi Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iyning shogirdi. Yani imomningki ikkinchi avlod shogirdi. O'z vaqtida Iroqning faqihi, fiqh va hadis shunoslik sohasida eng oldin o'rinda turgan olimlardandir. 266-yili vafot bo'lgan. Ibodatgo'y, taqvodor kishi bo'lib, asr namozida sajda qilgan holatda vafot etgan. Bu imomning Tashihul Athar, Kitabun Nawadir, Kitabul Mudaraba, Kitabur Radd alal Mushabbiha degandek asarlari bor. Taqvodorligidan qozilik mansibiga taklif qilingan chaqda rad qilgan. Yani İmam Abu Hanifa rad qildi-ku. İmam Abu Hanifa Abu Ja'far al-Mansur qozi bo'lasan desa, yoqdab shu yo'lda o'ldirilgan. Muhammad ibn Shuja' al-Thalji bu qozilikni rad qilgan. Qozilikqa taklif qilingan chaqda bu Balkhi debdi, "Innama yasluhu al-qada'u li ahadin thalatha, liman yaktasibu malan aw jahan aw dhikra." Qozilik degan 3 kishiga munosib. Birisi mol dunyoga erishadigan kishi, ikkinchisi
yüz obro'y topadigan kishi, uchinchisi nom shuhrat qozonadigan kishi. Fa amma ana famali wafir va ana g'ani. Men mol mulkim jiq, men boy odam. Wa innal amira la yuwajjihu ilayya bil mali li ufarriqahu. Shaharning amiri men pul ivatib turdi, kambag'allarni taqib berganda men taqib turaman. Agar shundan menga lozim bo'lib qolsa, elib xajlaveraman. Hech qanday iqtisodiy qiyinchilikmi yo'qmi? Wa law ihtajtu ila shay'in minhu la akhadtuhu. Wa amma dhikru nam shuhrat kasak faqad sabaqa li 'inda man yaqsuduna min ahli al-'ilm wal-fiqh bima fihi al-kifaya. Bizden ilim aldıgan, fiqh aldıgan, hadis ügündigan taliplar ve ehli ilimlerinin aldıda bizim nam şöhretimiz yeterli. Hem tanıydı. Namıken hacılık mensibiga ihtiyacım yok demek. Alimler qalilun min siyar'ir rical hayrun min kathiril fiqh deydi. Erkek mardallarning ish izlaridan azgina bir narsani o'rgansak, biz o'qigan nurg'un fiqh, nazariya, qoida, shu ma'lumotlardan foydaliroq. Yani hayotimizni foyda qiladigan narsalar. Yani bu ulamolarniki shunda kitoblarda ismlari chiqadi. Lekin biz yaqindan bak tunib ketmaymiz. Aslida shu ulamolarni yaxshi tunishimiz lozim. Qanday mavqalarda turgan, qanday ishlarni qilgan, pozitsiyasi qanday bo'lgan. Yani mush imom Abu Yusufninki Misr chek-chegarasini ayirishga qarshini eng yaxshi tarafda tarjih qildi. Va qila huwa an ya'isha kullu sani'in bi hirfatihi. Ba'zi ulamolar har bir kishi, shu yurtdagi har bir kishi o'zining hunar kasbini qilib yashagan bo'lsa, yog'ochchilik qilgan, to'michilik qilgan, miskachilik qilgan, shunda bo'lsa, bu yurtda aholilar boshqa bir hunar kasbga muhtoj bo'lmay, hammasi o'ziga yetarlik bo'lsa, o'zini qamdaydigan bo'lsa, Misr bo'ladi. Chunki ba'zi narsalar cho'l jazira, yez qishloqda topilmaydi. Shahar bo'lsa, hamma narsa topiladigan joy degan gap. Bu bir xil jamiyatshunoslik tarafdan tahlil qilibdi. Va qala al-Karxi, Abul Hasan al-Karxi, yani bu mazhabda shu mazhabninki usul qoidasini bekitib mazhabda Allah tunilgan ulamolardan, mesela Abul Hasan al-Karxi, Abul Husayn al-Quduri shunama, shu ulamolar bor. Karxi mo, yani bu mazhabda usul Karxi deb kitob yozgan, shu mazhabninki fiqh tadqiqotli ulunu sağı ulamalardan. Yani Karxi kim? Ubaydullah ibn al-Husayn al-Karxi, Ubaydullah ibn al-Husayn ibn Dalham al-Karxi, Abul Hasan, kunyati Abul Hasan. Öz zamanında, yani bu 340 yılda vefat oldu desek, yani Quduri'de ilgili, yani Quduri 428, 340 yıllarda vefat oldu desek, şu çağlarda Irak'taki yani bir mezhep beşi bo'lgan. Yani İmam Abu Hanifa'nın şagirdlarining, ergashuvchilarining katta beshi bo'lgan. Yani bir mezhepning beshi. Bunun şagirdlaridan mesela Abu Bakr Ar-Razi, Al-Jassas, bunlar katta alim. Bu şu Karxining şagirdi. Endi Abu Ali Shashi, Toshkentlik Abu Ali Usul Shashi deb o'qiymiz-ku. Shuning muallifi, shuning shagirdi. Bu kishi nayt ibodatga davomli ro'za tutib, namoz o'qib turadigan, kana katir sawm va sola, saburan alal faqr wal haja. Yo'qsillik namra qo'l ilkida bo'lmasa-mu, lekin sabrchanlik bilan boshqalar bilan so'ramay yashaydigan qanoatchan zotga. Oxirgi hayotida falaj bo'lib qolib, buning shogirdlari shu chog'dagi podshohga maktub yozgan. Ustozimiz bunda og'rib qoldi, yordam qilsalar. Degandikan bu shogirdlarining podshohga xat yozganligini, yani o'z vaqtidagi Sayfiddavla ibn Hamdonga xat yozganligidan voqif bo'lib, ustozi. Yani o'zi yozmaydi u xatni. Shogirdlar yozgandikan, qilib yig'lab ketdi. Yig'lab ketib dua qildi. Allohumma la taj'al rizqi illa min haythu awwadtani. Ey Allah, mening rizqimni asli berib ko'ngan yo'ldan berib tursa, boshqa yo'ldan bermaslar deb dua qildi. Dua qilib, podshoh iratgan 10,000 tanga pul buning qo'liga kelib bo'lguncha o'lib qoldi. Yani shu pulni xajlab olmadi.
فمات قبل أن يصل إليه صلة سيف الدولة وهي 10,000 درهم. 10,000 درهم degan hozir 100 ming koy, 1 million degandek pullar sho'chadi. Yana bu olim qanaqlikan shogirdlardan qaysi biri qozilik mansabini tutib qolsa, butun munosabatni o'zikan. O'ziga qozilik o'tamagan bo'lsin-da, shogirdlardan birasi qozilik mansabini qabul qilib qolsa, munosabatni o'zitgan. Hozir ulamolarimiz bo'lsa, o'qib, din uchun xizmat qilmay, tijorat bilan bo'lib, bunda o'tib ketgan bo'lsa, men rozi emasman, munosabatni uzdirgan. Shunga o'xshashim. İmam Karhi Mısır'ın çekçevisini ayırıp ma uqimat fihi al-hudud ve nafadat fihi al-ahkam yoki o nufidat fihi al-ahkam ağır cezalarga tartıldıgan cinayetçiler şeriat hükmü icra kılıngan bir o'rin bo'lib qolsa shuni Mısır deymiz. Yani buningda bir qozi, bir mufti, bir hakim degandek bunda adam bo'lsa, bu bir kent ya yezada shahar dazkirdo demak. وزاد بعضهم ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم. Kişiler günlük turmuşda lazım bulduğun her türlü tavarlarını, lavazımlarını tabalıdan bir cevap kalsa şehir değmez. وعن محمد رحمه الله كل موضع مصره الإمام فهو مصر. İmam Mısır müşo deb memuriyatın belgilgen bir o'rin bo'lib qolsa, mesela başvurusu bazı joylarni viloyat deymiz, bazı joylarni shahar deymiz, bazı oblast deymiz, bazı nahiya, kent, yeza degandek ayrimiz bor. Shunda belgilangan bo'lsa, tamam, mushu Misr bo'ladi debdi. فلو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص صار مصرا. Bira yeza kentlarga qonun ijro qilish uchun, belgilangan jazoni ijro qilish uchun, kishilarning qisosini apirish uchun bir amaldorni ivatib qolsa, sara misran, ashu jut Misr bo'lib ketadi. Falau azalahu va da'ahu iltahaqa bil qura. O'zing amaldorni amaldan qoldirib, mansabda ilitib yoki huzuriga chaqirib kelib bilan u yana amaldorni qurib qo'yib qo'ysa, bu Misr doirasidan chiqib juma o'qilmasin bo'lgan cho'l jazirlar qatoriga kirib ketadi. Qala ولا بد من السلطان أو نائبه. Endi bu jumaninki juma o'qishning shartlarini bayon qilishga iborat. Jumaning shartlari. Hanifiy mazhabda mesela 6 xil shartlarni bekitdi. Boshqa mazhablarda har xil shartlarni bekitdi. Bu shu Hanifiy mazhabdagi shartlarning birisi. Yani juma o'qish uchun podshoh, xalifa yoki amir ya shularninki belgilagan imomlari, amaldorlari bo'lishi lozim. لأنه لولا ذلك لاختار كل جماعة إماما. Çünkü aşında bir hakimning belgilisi bo'lmasa, har bir jamoat o'zi bir imomni tanlab, falani qarajini o'qib birdi, bizga imom bo'ladi. Falan damullama o'qib birdi, talashtash shuldi. فلا يتفقون على واحد فتقع بينهم منازعة. talashtash yuz birdi. فربما خرج الوقت ولا يصلون. Namoz o'qib namozning vaqtini chiqib talashtash qilishar qilib farz zoya bo'lib ketdi. Va li anna dalika yufdi ila al-fitna. Yana musulmonlar o'tirdi, fitna fasad yuz berdi, adovat paydo bo'ldi. Va ma vujud as-sultan la. Endi hokim bo'lib, bu bir taraf desa, mush o'rinlashtirsa, talash tartish bo'lmaydi. Endi mushu sulton bo'lash kerak degan mushu masala, yana Darul Islom bo'lash kerak degan shuni seçishlar. Yani bizim diyarimizda ehtiyot peshining gap mush shartlardan kelib chiqqan. Hanifiy mazhabga bu shartlardan kelib chiqqan. Garchi ehtiyot peshin degan so'z va ehtiyot peshin o'qishning mustahafiki Shafiy mazhabida bo'lsa-mu, boshqa mazhabda bor. Ashuni bekitgan shartlarni biroz yo'qolib qolgan chaqda ehtiyot peshin mustahab deyilishimi? Lekin Hanifiy mazhabda bizning diyarimizdagi ehtiyot peshin nardan kelgansa sulton boyliqda Darul Islom, Darul Harb degandek masalalardan kelib chiqqan. Yani biz bir necha masalalarda, kitobda o'tgan masalalarda ibodatda ehtiyot bor deb tushunamman. Ehtiyot peshin masalasida ehtiyot peshin o'qinsam bo'ldi deb qaraganlar, ibodatda ehtiyot degan gap yo'q deydi-ku. Lekin ibodatda ehtiyot bor. Mesela tayammum masalasida eshakdan ichib qolgan suv bilan tayammum ya tayammum qilamdik degan har ikkisini qilamiz dedi, shunami? Uxlab qo'ygan kishi
Gerçi qo'li pakiz yotgan bo'lsa-mu, uyg'ongan chaqda qo'lni suv tiqsa bo'lmaydi dedi. Shuni ehtiyot qilish bor. Lekin endi juma qachon farz qilingan? Ba'zi ulamolar juma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borgandan keyin farz qilingan deydigan bor. Ayda degan. Asal ko'pchilik ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadagi chaqda juma farz qilingan. Lekin Makkada musulmonlar ojiz, mustadafun bo'zatilgan holatda bo'lg'achqa juma degan islomning hukmronligini izhor qilgan, islom kuch-qudratini izhor qilgan min sha'airil islom bo'lg'achqa Makkada buning sharti to'shmag'achqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada o'qimagan. Lekin Rasululloh Makkadagi chaqda Madinada ansarlar o'qigan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilgandan keyin Madinaga borgan chaqda unda o'zi o'qigan deb qaraydi. Hanifiy mazhabmi mush qarashda. Mush shart topilmagan joy bo'lsa juma o'qimaysiz deb qaraydi. Shu bizning diyorimizda juma o'qib peshin o'qish ash shart topilmay qoldimiki, topilmay qolib qolsa, juma qabul bo'lmay qolsa, peshin qabul bo'lib qolsin, ma'qulsa ma'qul qolsin degan nimada ehtiyotli o'qish yo'l qo'yilgan. Shart kam bo'lib qolgan. Jumaga suhbatlarga qarshi yakun maymunki imomning ishtovini suhbatga shunday boshqa dalil aqliy dalil emasmi? Bu boshqa dalil bormi? Sen bunu qarish qaror qo'yda kitobda aqidani maktabida dalil. Ana shu hadisdan dalil akasak jumani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi o'qib birdi, xalifalar o'qib birdi. Yoki Rasululloh yoki xalifalar bekitgan ash valiylar amirlar o'qib birdi. degan amaliy bir dalil bor. Shuningdan da qarab emir ya sultan yoki xalifa o'zi bekitgan amaldorli bo'lish kerak ekan degan aytilib chiqqan. Qo'shimcha talashlar yuz bir degan aqliy dalil. Bizim vatanda ana shu ehtiyot peshinninki o'qishning hukmi masalan shartdan bir sabulmay qilib ehtiyotli peshin o'qiymiz desa Hanifiy mazhab. Ehtiyot peshinni o'qishning hukmi nima? Hanifiy mazhabda tashrif kelsak mustahab chiqadi. Vojib emas ehtiyot peshin. Yani bu keskin bo'lmag'achqa balki nima uchun yolg'iz o'qidi desam, keskin bo'lmag'achqa juma inshaalloh nima bo'lib ketgan deb azra ko'ngli bir nima qilib qolgan bo'lg'achqa o'z yolg'izlam bak davron sanmay o'z yolg'izlam o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Yani jamoatlar o'qib qolsa bu bir cho'ng ish bo'lib ketadi. Ana o'sha juma zodi qachondan tortib o'qilgan? Dastlabki juma tarixshunos olimlarning masalan Muhammad ibn Ishaq qatorli ulamolarningki yozgan kitoblarda dastlabki juma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadagi chaqda Ansarlar Madinada o'qigan. Masalan, Asad ibn Zurara radhiyallohu anhu 40 kishini yig'ib Naqi'ul Qadimat yoki Harrat bani Bayada degan joyda bir tuzlanlikda 40 kishi bilan Madinada juma o'qigan. Birinchi juma shu. Yana Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu Ansarlarning bir qurusida 12 kishi bilan juma o'qigan. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ansarlarga dinni o'tishini aytdi-ku. Shu chaqda shunda o'qigan edi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib Quboga kelgan chaqda Quboda masjid bino qilib dushanba, chorshanba, payshanba tudi. Madina qarab yo'l olgandan keyin Banu Salim ibn Auf jamoatining turalg'urib kelgan chaqda juma vaqti bo'ldi. Shu yerda Ranuna vodisida juma namozini birinchi qatim Rasululloh o'qigan. Rasululloh o'qigan tunji juma shu. Ondan Madinaga kelgandan keyin Masjid Nabaviyni silib, bino qilib, ana ikkinchi jumani Masjid Nabaviyda o'qigan. Undan keyin Madinadagi Masjid Nabaviyda o'qilgandan keyin dastlab qilib juma o'qilgan yurt Bahrayndagi Juasa shahri. Sahih Buxoriy shunda kelgan. Undan keyin Hanifiy mazhabchilar ehtiyot peshin o'qiymiz deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Darul Harb bo'lgan Makkada juma o'qimagan va shu chaqda erkin azal yashayotgan Madinadagi ansarlar o'qigan. Chunki bu islom faoliyatlarini namoyon qilgan, ochiq oshkora dag'dug'liq o'rindaydigan bir ibodat bo'lg'achqa
Aşunda bir erkin diyarlar buluş gerek. Yani sultan, halife, emiril müminin aşurunu ordulaştırırsan ondan Müslümanlar erkin azada kalıgan çıkıp bu sözler teşvikat kılıp onda okuyduğun nasip oldu. Şu anda bunda bir nima boğazda mesela turmuda mesela Şafii mazhabda cuma o'qish uchun 40 kishi to'plash kerak edi san. Ba'zida 12 odam bo'lish kerak edi Musab ibn Umar o'qiganda. Asad ibn Zurar o'qiganda 40 odam bo'lish kerak dedi Imom Şafii. Hanifi mazhabda 3 kishi bo'ldi deydi. Masalan 40 ya 100 odam so'langan bir lager kamir turmulab qolsa cuma o'qimaydi deydi. Boshqa mazhabda nima shunday? Yani turmuda cuma o'qilmaydi deydi. Mujli shart bo'lgan. Qandalan bo'lmasan bu ehtiyot peshinning hukmi Hanifi mazhabda mustahab. Şafii mazhabda mustahab. Ashunlarmi endi shart kam bo'lib qolsa ehtiyot peshin o'qilmaydi degan nimalar bor. Ha, cuma o'qilmaydi degan gap chiqdi. Lekin qaysi Darul Harb deymiz? Qaysi Darul Harb emas? Darul Harb, Darul Islom ya Darul Da'va degandek atalg'ulining hukmini bekitishda hali gap bor. Unda asallan bir joyda Darul Harb, Darul Islom deb hozir bilam hozir sharoitda unda nimasi? Unda aniq emas. Bir xil g'olib bor. Shu anda ehtiyot peshin o'qiyman degan bo'lib qolsa ixtiyoriy. O'qimaymiz cuma yetarli esa bo'ldi ixtiyoriy chetaq yo'q. Ortiq savastatish hozirgi holatimizga ortiqcha. Ehtiyotli jumada o'qimaydigan faqat. Shuni o'qishda hech qanday ham ish yo'q. Yani navazlardan ummat qasdan jumada o'qimaydi. Ehtiyot jumada mana o'qiydi. Başta qan o'qiydi. Başta jumani o'qiydi. Jumani o'qigandan keyin juma hesab qilib qilishi ig'ir vasqaligini ko'rsatdi. Mayli. Farz lekin unda ikkisi tang farz bo'ldi degan e'tiqod o'qimagan ekan. Ma bula, ma hesab qilmay qas, ma bula degan ekan. Xuddi liqa eshakning ichib qo'ygan suvi bor, boshqa suvi yo'q holatda ham ta'tilib suvda ham tayammum qilgandek. Bizga nisbatan qaysidir degan qolmay qilish bor. Lekin aniq bir nima bo'lib qolsa unda nima yo'q. Masala shunchalik ekan. Qala va vaqtuha vaqtu-zuhr. Yani cumaning vaqti qachondan tartib kiradi degan masala. Peshinning vaqti shu. Chunki peshinningki o'rniga dastilda emasmi? Peshinning vaqti shu. Dalili li hadisi Anas radhiyallohu anhu kunna nusalli al-jum'ata ma'a Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam idza malat ash-shams. Kun qisaygandan keyin, kun qayrilgandan keyin juma o'qiydik degan. Sahih Buxoriyda hina tamil ash-shams dedi. Wa li annaha khalafun 'an adh-dhuhr. Bu peshinning o'rniga dasigan namoz bo'lgan ekan, va qad saqatat adh-dhuhr peshin amaldan qolsa fatakunu fi vaqtiha. Juma shu peshinning vaqtida bo'ladi. Bu aqliy dalil. Lekin bu masalada qaraydigan bo'lsak, jumaning vaqtida ijmo yo'q. Alloh o'tirib qilibdi. Hanifi mazhab va ko'pchilik ulamolar jumaning vaqti, peshinning vaqti shu dedi. Shunama ko'pchilik ittifoq. Ana o'sha Hanifi mazhab va jumhur jumaning kun qayrilishidan burun joiz bo'lmaydi. Yani joiz bo'lmaydi degan bir nima chiqdi hozir. Jumani kun qayrilishidan burun, peshin vaqtidan burun o'qib olsang joiz emas. Hesab emas degan gap chiqdi. Mushuninga o'tirib qo'ygan dalillardan birinchi Sahih Buxoriyda kelgan anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana yusalli al-jum'ata hina tamil ash-shams. Mushadis. Sahih Muslimda kelgan an Salama radhiyallohu anhu qala kunna nujammi'u ma'a Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam idza zalat ash-shamsu thumma narji'u natatabba'u al-fay. Yani kun qayrilganda o'qiydik dedi mushadislar. Salafmi, xalafmi asas hammasi jumani o'sha peshin vaqtida o'qiydi. Kun qayrilishdan burun o'qimaydi. İmam Nawawi Majmu' degan kitobida Imom Shofiyning so'zini naql qilgan. Sallan Nabiy sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr va Umar va Usman val a'immatu ba'dahum kull jum'atin ba'da az-zawal. Rasululloh va Rashid xalifaning hammasi va undan keyingi imomlar hammasi, xalifalar, imomlar hammasi jumalam kasa peshin vaqti kirgandan keyin o'qiydi. Endi Hanbali mazhabdagilar ayrim qarash bo'ldi bu masala. Hanbali mazhabda bir necha xil qarash bor. Ba'zi ulamolar
5-soatdan tartib o'qisa bo'ldi dedi. Ba'zi ulamolar 6-soatdan tartib o'qisa bo'ldi dedi. Hanbali mazhabdagi mu'tamad qarashida hayit namozining vaqtini tartib o'qisa bo'ldi dedi. ذهب الحنابلة إلى أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد. Yani hayit namazına biz kun neyzi boyu ko'tarilgandan keyin, chashga vaqt kirgandan keyin namoz o'qish joiz bo'lgan chaqdan tortib, 6:30 degandek chaqlardan tortib o'qisa bo'ldi degandir. Hamda Hanbali mazhabdagilar shu chaqdan tortib o'qisa bo'ldi dedi. Mazhab vakillik qilgan qarash shu. Ba'zi ulamolar 5-soatda o'qisin bo'ldi, 5-soatdan tortib o'qisa bo'ldi dedi. Ba'zi ulamolar 6-soatdan tortib o'qisa bo'ldi. 5-soat, 6-soat degan nega biz buni bir qadam o'tdik-ku. Mesela cumaga burun berishning fazilati aql kelgan hadisda 1-soatda borgan kishi tuga sadaqa bergandek, 2-soat borgan kishi qo'y sadaqa bergandek, 3-soatda borgan kishi to'qa sadaqa bergandek, 5-soatda borgan kishi tuxum yo ba'zilar qushqach. Aslida keldimi? Bu soatlar aslash bomdaqdan keyingi 1-soat, 2-soat, 3-soat shuni ko'rsatdi. Ya'ni shu bir sotka, bir kecha kunduzni 24 soatga o'tirish musulmonlarning bo'lishi. Yani kunduz 12 soat desak taxminan, bomdod mesela 6 bo'ldi desak, 6 o'qilimiz desak, yani 6 soat 7 kishi bo'lgan arliq 1-soat, 7dan 8gacha 2-soat, 8dan 9gacha 3-soat, 9dan 10gacha 4-soat, 10dan 11gacha 5-soat, 11dan 12gacha 6-soat. Davom ekan, ba'zi ulamolar 10dan 11gacha o'qisin bo'ldi dedi. Hanbali mazhabdagi. Ba'zisi 11dan 12ga qadar o'qisin bo'ldi dedi. Hanbali mazhabning mu'tamad qarashida 6:30dan tortib o'qisa bo'ldi dedi. Bo'ldi. Yoz kunlarda emas. Bu hamda keyingi dars mustahab yoki afzallik nimalar? Lekin vaqti shu kishinin vaqti. Hamda Hanbali mazhabdagilar shu hayit namozining vaqtida o'qiydi deganlar hadislarda kun qayrilgandan keyin islom o'qitdi deb bir xil mubolag'a shaklida kelgan rivoyatlarga tayanib, masalan Jabir radhiyallohu anhu kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yusallil jum'ata thumma nadhhabu ila jimalina fanurihuha hina tazul ash-shams. Cuma'ni o'qib bo'lgandan keyin undan biz to'gillarimizdan tashrif berib, uni qo'tanga solaytdik. Masalan, deganda bunday ibora kelgan ekan, mushni qilib bo'lgan chog'da kun qayrildi deganda, shu atgan soat 6-7dan tortib o'qiydi deganni bildirdi deb o'ylab qolgan bo'ldi. Amaliyotda bu hadislardan maqsad kun qayrilgandan keyin qachida vaqt kirgandan keyin dastlabki vaqtlarda o'qiydi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin berib Tugullarımızdan qo'tallarga olib borib, suli o'tib, o'qisaqmi, kun taxamda qayrilgan vaqt uzun vaqt o'tmaydi degan ma'noda. Shunga, shunda 6-soat, 5-soatda o'qisa bo'ldi degan qarash bo'lg'achqa, Yevropadagi musulmonlar ba'zi shaharda 12da ishdan tushib, soat 1gacha dam olish, juma kunida. Bunda bo'lg'achqa, bular peshin vaqti 1dan charak o'tganda 1:30da kirdan bo'lsa, jumaning vaqti. Birdan keyin sirti bo'lmaydi. Lekin Shayx Qardaviy ba'zi kitoblarda o'qiganim ismlaricha shu sharoitdagi shunda shaharlardagi kishi kadrlar Hanbali mazhabning o'sha 6-soatda o'qisa bo'ldi degan qarashi bo'yicha 12 ga o'qivasi bo'ldi. 12 degan chaqlar aslida Hanafiy mazhabi boshqalarida namoz o'qish makruh bo'lgan chaqlar shu chaqda o'qisa bo'ldi deb bu fatvo bergan. Yani 12 ga ishdan tushgan bo'lsa, 12 ga charak o'tgan chaqda masjid jumani o'qilib, birga charak qolish masalan, birga ish qaytib kelib bo'lsa bo'ldi, endi ko'rinadi. Degan bu sayyidlarda Rasulullohning ish izlari, Xulafa Rashidning ish izlari va undan keyingi imomlar hammasiga islom ummati zodi bu jumani kun qayrilgandan keyin, peshin vaqti kirgandan keyin o'qib keldi shunami? Buni Hanbali mazhab turiblam 5-soat, 6-soat yoki hayit namozining vaqti deb turadi. Yani bu hadislarga, sunnatga amal qilishda hozir Hanbali mazhab amal qildimi, Hanafiy mazhabmi? Hanafiy mazhab. Aqli deyish lozim.
Yani shunda qaysi mazhabning sunnatga amal qilgan bo'lsa amal qil deymiz. Amal qilmay chiqib olgan bo'lsa Hanbali mazhabini amal qilmay deymiz. Ham yerda Hanafi mazhabning Sayyid Islam va Xulafa Rashidin Rasulullohning sunnatini ilk tutganligi buningda hech qanday shak yo'q. Shunda shu peshimni vaqtimizmi? Va vaqtuha vaqtu zuhr. Vaqtu zuhrni biz belgilab oldik-ku. Qala va la tajuzu illa bil xutbah. Jumaning ikkinchi sharti xutba o'qish. Liqawlihi ta'ala fas'au ila zikrillah va la yajibu as-sa'yu illa ila wajib. Allohning zikriga oldirab meninglar yoki beringlar deb buyruq qildimi? Endi berish vojib bo'ldi. Vojib bo'ldi deganimiz cho'qim barmoqchi bo'lgan ish vojib ekan deganni ko'rsatdi. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam lam yusalli al-jum'ata bidunha. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatimmo xutbasiz juma o'qib boqmagan. Yani bu al-muwadaba dalilul vujub. Bir qatimmo tashlab boqmagan. Tamam? Yani bir qatim tashlab ko'pincha davomlashgan bo'lsa bu sunnat. Bir qatim tashlaganlikka uning sizmi juma bo'ldi deganligini dalil bo'ldi. Bir qatim tashlamagan ekan xutbasiz juma bo'lmaydi deganlikni ko'rsatdi. وقالت عائشة إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة. Hazreti Ayşe namoz o'tirgan peshimda bu 2 rakatga qoldirilib 2 rakatda shu xutba bo'lganlikdan qisqartirilgan. Yani ba'zan 2 rakatning o'rniga saydo demak. Endi xutba 2 rakatning o'rnida turgan bo'lg'achqa ba'zi hadislarda man qala li akhihi ansit faqad lagar. Tamam? Yani xutba so'zlayotgan chog'da gap qilsa, zo'r gap bo'lsa, mana bu anda gap qilsa, shu bilan mashg'ul bo'lib qolsa, xutba tanishmay lag'a deb. Lag'u qildi degan ma'noda bo'lishi mumkin. Yani foydasiz bir ishni qilgan, behuda ish qilgan degan ma'noda. Lekin to'g'riroq faqat lag'a degan jumasini bekor qilibdi degan. Yani lag'a degan lag'u. Yani ilg'a deymiz bu. Ilg'a degan oldin qoldirish. Ilg'a al-hajz bilan o'qiyotgan bo'lsak, uni o'zgartiribmiz-ku, amaldan qoldirib. Ilg'a degan butunlay bekor qilib tushgan bu. Faqat lag'a, yani lag'al juma. Jumasi bekor qilib ketgan. Va alayhi al-ijma', yani xutbaning jumaning bir sharti ekanligi yoki xutbasiz juma bo'lmaydiganligiga ijmo' bor. Va hiya qabla as-salah. Jumaning xutbasi namozdan ilgari bo'ldi. Endi aytning xutbasi namozdan keyin bo'ldi. هكذا فعله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده إلى يومنا هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم شو جماعة خطبسنا جماعة ilgari o'qigan Xulafa Rashidin va undan keyingi imomlarimiz ta bugunga qadar jumadan ilgari o'qib kelgan. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.